Allohumma ya Quddus, Allohumma ya Quddus. Allohning go'zal ism-sifatlaridan biri bo'lgan Quddus ismi insonlarning kuchi yetmaydigan, doktorlarning tashxis ham qo'ya olmaydigan, davolay olmaydigan xastaliklarni, yaratilganlarning qo'lidan kelmaydigan ishlarni Allohdan ijobatini so'rash uchun zikr qilinadi. Abjad qiymati 170 ga teng. Allohumma ya Quddus yoki ya Quddus jalla jalaluhu deb zikr qilingandan so'ng qilinadigan duolaringizda eng qiyin narsalarni so'rang. Unutmang, siz olamlarning Robbisidan Quddus ismi bilan so'rayapsiz va bu har narsaga kuchi yetadigan zot uchun juda ham oson. Allohumma ya Quddus